Bisektrisa nimaligini bilasiz. Uchburchakni ikkita burchagidan bisektrisa chiqdi. Uchburchakni qaysi burchaklaridan bisektrisa chiqdi? E'tibor qarating. Qayerdan bisektrisa chiqdi? A burchak bilan C burchakdan bisektrisa chiqdi. Va ikkita bisektrisa D nuqtada kesishdi. Qayerda kesishdi? D nuqtada kesishdi. Mana bu burchak borki alfa. Alfani ko'ryapsizlar? Alfa qanaqa burchak desa, o'sha ichkaridagi ikkita bisektrisani kesishishidan hosil bo'lgan burchak. Ana endi qarang. Shu alfani topish uchun nima qilish kerak? Alfani topish uchun 90 ga qo'shish kerak. 90 ga qo'shish kerak. Bisektrisaga aralashmagan burchak bor. Qaysi burchak bor? B burchak. B burchakni, burchak B'ni yarmini qo'shish kerak. Bu formula. Ana endi. Xo'sh, misollar qo'yamiz. Mana birinchi. Mana uch burchak. Xo'sh. Bisektrisa chiqdi. Mana bu chiqadigan narsa bisektrisa. Mana burchakni 40 deyapti. X ni toping deyapti. Xo'sh. X ni qanday qilib topamiz? Bu x ikkita bisektrisa kesishidan hosil bo'lgan burchak. X teng bo'ladi. 90 qo'shilgan buni yarmi. 20. Qancha bo'ladi? 20. 90 ga necha qo'shishimiz kerak? 20 ni qo'shishimiz kerak. X'imiz necha bo'lar ekan? 110. Tushunarli? Yaxshi. Davom etamiz. Ikkinchi. Mana uch burchak. Xo'sh, mana bisektrisa chiqdi. Ikkita bisektrisa kesishdi. Xo'sh, ikkita bisektrisa kesishdan hosil bo'lgan burchak mana burchak x. Mana burchagimiz 80 bo'lsa, x nimaga teng? X ni topishni nima qilamiz? 90 ga 80 qo'shamiz. Mana buni yarmi. Ya'ni bisektrisaga aralashmagan burchak bor-ku. Mana bu aralashgan bisektrisaga bu aralashmagan, shuni yarmini qo'shamiz. Demak, har qo'shadigan bo'lsa, x-imiz nechaga teng bo'ladi? 130. Uchinchi. Mana uch burchak. Mana bunaqasiga chiqdi, bunisi bunaqasiga chiqdi. Xo'sh, mana bu bilan bu va mana bu bilan mana bu teng. Mana bunday qildi. X topamiz. X topishni nima qilamiz? 90 ga qo'shamiz nechini? 45. Javob necha bo'ladi? 130. Ana endi 4-chi qiziq savol. 4-chi mana. Xo'sh, mana. Xo'sh, mana bu. Mana burchagimiz 100. X. Qanday qilib topamiz x ni? 100 dan 90 ayriladi, keyin 20 bo'ladi, x 20 bo'ladi. Mana bu nima bilasizmi? Mana bu 100. Bu 100 nima? 100. 90 ga qo'shilgan burchakmi? 90 ga qancha qo'shilsa 100 bo'ladi? 10 mi? Bu 10 ni 2 baravari tepada turibdi. Ya'ni o'sha 90 ga nima qo'shiladi? Tepadagisini yarmimi? Demak, x-imiz necha bo'lar ekan? X-imiz 20. 5-chi. Xo'sh, mana. Xo'sh, bunaqasiga chiqdi, bunaqasiga chiqdi. Xo'sh, bu bilan bu teng. Mana burchagimiz 120. X ni toping deyapti. 120 qanday chiqadi? Mana bu qanday chiqqan? 90 ga necha qo'shilgan? 30 qo'shilgan. 30 qo'shilgan. Demak, mana bizning x-imiz qancha bo'ladi? 60 bo'ladi. Yaxshi, ana endi murakkabroq savollardan ko'ramiz. Xo'sh, demak 6-chi. Mana. Xo'sh, mana. Bunaqasiga. Mana burchak 80. Xo'sh, bular bisektrisa. Bunisi x. Dedi o'quvchi. 20. Domla bu tarafni beryapti, bu taraf yo'q. Bu taraf 100 bo'ladi. Bu taraf bu 80 bo'lsa bu 100 bo'ladimi? X-imiz qanchaga teng bo'ladi? 90 ga nimani qo'shsak 100. 10 ni qo'shsak, demak x-imiz 20 bo'ladi. Xo'sh, 7-chi. Yana bitta chiroyli misol ishlaymiz hozir. Bunaqasida chiqqan. Bu bilan bu bisektrisa, bu bilan bu ham bisektrisa. Ularni kesishdan hosil bo'lgan mana burchagimiz 2x + 10, mana burchagimiz 3x. Xo'sh, qoida qanday edi? Qanday qilib ishlardik? Qoidamiz qanday? X topishimiz kerak. Mana bu 2x qo'shilgan 10 bor-ku. Bu barobar
90 ga qo'shish keragida nimani? 3 taqsim. Mana buni. 3x taqsim. 3x taqsim nechini? 2ni. Tushundinglarmi? 90 ga qo'shish keragida nimani? 3x taqsim 2. Mahraj beravering. Hammasiga 2 ni berib yuboring. Mana bu 2 ni mahraj bering. 2 ni berib yuborsak 4x bo'ladi. 2 ni berib yuborsak 20. 2 ni berib yuborsak 180. Bunga 2 berish shart emas, o'zida x bor, 3x. Ustoz shu yerdan tushunmay qoldim. Ay tushunmaysan, X deg olib olmish. Xo'sh, bu tarafga olib o'ting. Bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, 4x ayrilgan 3x bo'ladi. 20 nariga tarafga o'tkazsak 160. X barobar 160. Savol belgilang.